Mana qaranglar, tomni qaranglar. Bez ustun tom yopsa ham bo'ladi. 21-asrdamiz. Ko'rib maza qilib oldik, ishonasizlarmi? Assalomu alaykum o'rtoqlar. Andijonga Arab boyakamni yonib kelganmiz. Kimgadir mana shunaqa bez ustun konteyner mahsulotlaridan tom yopish kerak bo'lsa, akamga murojaat qilaverasizlar. Aka, xudo xolasa, nechiga nechi? Aka, bu joyimiz 25 metrga 40 metr bo'lgan joyimiz. Bez ustun holatda 12 metr joyini bez ustun holatda qilib berganmiz. O'rtasidan aka ustun tushgan. Bu joyimizni aka quruq yerga qilib berganmiz aka. Mana e'tibor bersangiz ustunlar bilan qilganmiz aka. Aka, endi qarab turinglar. Bu O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Eng asosiy joyini aytaylik podpischilarga. Narxi necha puldan? Narxi aka 170 ming so'mdan 250 ming so'mgacha qilib beramiz aka. Xizmatlarimiz aka 12 ta viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz aka. Obunachilar, asosiy joyi akamni mahkam ushlamasak bo'lmaydi. Aka, janob Jo'xan nomidan chiqdim desa, nima bonus qilib berasiz? Sizni obunachilaringizga tepasidagi tunikasini olib beradi. Qotirish xizmatlarini tekinga qotirib beramiz aka. Boringizga shukr aka, shu joyiga maza qildim. Like